Assalomu alaykum to'rtashlar. Oldin qitim xabarda Gondonki vaqaning Xanzush to'r bekatlarida munda shikpayeldan suqashib ketdi. Shuning bilan mancha odam o'ldirildi deb xabar bergan edik. Shu xabarni o'qib bergan edik. Endi xabarda Gondonda yuz bergan vaqani shu Gondon tarmoqidagi saqchi tarafdan isbotlab unda ishning yo'qligini, ya'ni 6 Uyg'urning ikki qizga bosqinchilik qilgan unda ishning yo'q ekanligini ig'voni tarqatgan Xanzu yo'ldoshini tutib turib bir chora ko'rdiganligini to'g'ri chiqarib qo'yibdi. Navbatda shu xabarni o'qiymiz. Xinhua To'rining Guangzhoudan bergan telegrammasi. Guangdong Shuri o'yinchiq zavodi kollektiv urush vaqasini tekshirish xizmatida zo'r bo'sish bo'ldi deydi. Saqchilar To'rda Shuri o'yinchiq zavodida bosqinchilik vaqasi yuz berdi deb yolg'on xabar tarqatquchini qo'lga oldi. Shavgandagi munosabatli axborot bayonotchisining tushuntirishicha 6-oyning 16-kuni Shavgandagi bir tor punktida Shuri haqiqatan axlat, ya'ni Shuri o'yinchiq zavodi haqiqatan axlat degan yo'llanma paydo bo'lgan. Yo'llanmada Shuri o'yinchiq zavodida Xinjianglik 6 erning beguna qizga bosqinchilik qilgan deyilgan bu xabar tizdan to'rda tarqalib qattiq g'ulg'ul qo'zg'alib ketgan. Ya'ni Xanzu yo'ldoshidan to'g'ri kirib xabarni tarqatgandan keyin g'ulg'ul qo'zg'alib bo'lgan ish bu amaliyotda. Keyin saqchilarning tekshirishicha Shuri o'yinchiq zavodida bundaq voqea yuz bermagan ekan. 5-oydan buyon Shuri o'yinchiq zavodi turishliq Shavgan shahri Wujiang rayonida bosqinchilik voqeasi hech qanday unda voqea yuz berib boqmagan ekan. Saqchilar to'r punktida Shuri haqiqatan axlat degan yo'llanmani yo'llovchi Ju familiyali Xanzuni so'roq qilgan. Ju asli Shuri o'yinchiq zavodining xizmatchisi bo'lib, xizmatidan istifa berib qaytib borgan vaqtda bu zavod uni rad qilgan. Ju familiyali Xanzu 3 ilish uchun yolg'ondan xabar o'ydirib to'rga e'lon qilgan. Ya'ni 6 Xinjianglik 2 qizga bosqinchilik qilgan degan xabarini yolg'ondan o'ydirib tarqatgan. Ju familiyali Xanzu hozir qonun bo'yicha tutib turilmoqdamish. Guangdong Shuri o'yinchiq zavodi kollektiv urush vaqasida yaralanganlarning ahvolini bilish uchun muxbir alayida yaralanganlarni davolatgan Yobi xalq doktorxonasiga berib ahvol egallagan. Doktorxonaning aytishicha, hozir ko'p qism bemorlar doktordan chiqqan. Hozir yana 60 nafar bemor davolanib o'tibdimiz. 2 nafar yarsi og'ir bemor xatardan qutulibdimiz. Muxbirning egallishicha, Shavgan shahri zo'r kuch ajratib oxirat ishlarni bir taraf qilib o'tibdimiz. Xinjiang tarafmi rahbarlarini avatib Shavgan shahrining xizmatiga moslashibdimiz. Bu yolg'on xabar emas. Buni tarjima qilib yo'llagan to'rga. Buni ko'rish uchun Sina to'rbiga kirsangiz, tarjima qilib hozir sizlarga o'qib berdik. Bu xabarlarga qarindoshlarimiz nihoyat ko'p inkoslarni yozgan. Xanzu to'r bekatlarida bizga, ya'ni Uyg'urlar bo'lgan uyushmanlik shu ish yuz bergandan keyin yolg'on xabarni anqarmay bular. Bu xabar rasmi yolg'onmi? To'xtabdi, bu qanday xalq, qanday millat, bu qanday ish deb anqarmay, buni zot qanday xabar ekanligini ras yolg'onlikni aniqlamay turib, bu yerda jidal qilib o'zining aybisini ko'rsatish uchun Uyg'urlarni o'ldirgan. Biz o'lib ketgan shu qarindoshlarimizga nihoyatda ehtiyojlik bildiramiz, motam tutamiz shu qarindoshlarimizga Alloh jannat ato qilg'ay. Endi bu xabarni anglayotgan to'rdoshlar, shu tapda sizlar o'yinatchilar yoki qaysi bir qizlar bilan paranjib tatbiq gaplar qilishyapsa qolsang, sening shu qilayotgan vaqtingda, xabarni anglayotgan vaqtingda o'zingning g'ururining, vijdonining qanchalik darajada ekanligini dansab yiqishingni zo'r umid qilamiz. Kallangni silkib etishingni, navbatdagi xabarni tafsili o'qib chiqishingni to'r bekatlarga kirib umid qilamiz. Yana bir xabarda bir do'stimiz Xanzu yo'ldoshlar bizlarni Uyg'urlarni beksat haqoratli yutibdi deb yu.video.sina.com.cn degan to'r bekatga chiqargan shu filmga qarata Xanzu yo'ldoshlar haqoratlab Uyg'urlarni tillagan xatlarni yozibdi. Xanzuchi bildigan Uyg'ur birodarlarimiz kirib o'zlarining fikrini yozibdi. Mushu munbarda bir do'stimiz ma'lum bir temaga mushu ulanmani inkos shaklida qoldirib qo'yib ekan. Ko'rgunimdan shunda pushaman qilib ketdim. Shunchalik sat gaplarni yozib ketibdi. Shu voqea to'g'risida Uyg'urlar bilan Xanzular o'tirsa inson qalbidan chiqqan millatlar ittifoqligini buzadigan vahshiy bas munozaralar bo'lib ketibdi deb yozibdi. Bu yerda millatlar ittifoqligini davron selayotgan kim ekanligini bilmay, 56 millat va bayashat yashayotimiz degan gaplarning kim deganligini bilmay, bular o'zicha hayvon qalbidan chiqqan qiliqlar orqali Uyg'urlarni shunchalik bo'zaq qilib ketibdi. Ko'rdinglar filmda, bu herkes yolg'on ish emas.
yolg'on xabar emas. Albatta, illegal millatning biri bo'lgan Uyg'ur millati cho'qim qonuniy huquq manfaatini qo'g'dishi, o'zining izzat obro'yini qo'g'dab, bir milliy an'anasini saqlab qilish huquqi bor. Shuning uchun, ey Uyg'ur, ma gapimni obdan angla. Sana bu qilg'inim hargiz seni kamsitganlik emas. Senin nima uchun kallangni silkitmash xabarlarni bir anglab baxmaydiganda, nima uchun mashta bir qarindoshimiz o'lib kelsa, kulib bayashat yashab, dibalada disko xalida ichib chiqib maishat shunday ishlar yashaydiganda deb chidamay biz vijdonimiz chiqib o'g'ilmaydi hamda. Bu qonun huquq manfaat orqali qo'g'dash uchun nima uchun bilmaydiganda deb sizlarga azroq qaqshab qo'ydik. Buni endi sizlar yaxshi anglab, anqirib, zot ishning qanday ekanligini, xato qilganligini tunisa, chuqum qonun bo'yicha huquq manfaatini qo'g'dash, kechirim so'rash ekanligini butun xalq olamga oshkorilash ekanligini, agar oshkorlash unda jihatni yushirib kelsa, o'zimizning bir kishilik namoyish qilish, o'zimizning huquq manfaatini qo'g'dash, erkinligimizning borligini bildirib qo'yish uchun sizlarga shu so'zlarni qilyapmiz. Bu gaplarimizni anglab, hargiz qo'rqib ketmanglar. Bizmi ham Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti qonun asosida tava bir millat. Shuning uchun shu qonun bilan o'zimizning manfaatini qo'g'dishimiz kerak. Yosh bolalar, sizlar chuqur bilishinglar kerak. Mush xabar to'g'risida doimlik ma'lumotlarni berib turmiz. Shuning uchun to'r bekatlarda qanday ishlar bo'layotganligini, mushu voqeaning zoti qanday ekanligiga noiti ko'ngil bo'lib turishinglarni, zoti qanchalik xiyonlashlarimizdan nima bo'lib ketganligini, o'lib ketgan, tayoqlarni yeb ketgan shu kishilarning zoti gunohi bormi yo'qmi? Begunoh tayoq yedimi yoki boshqa xanzu birodarlarimizdan? Bu qanday voqea ekanligiga bir ko'z quloq bo'lib turishinglarni umid qilamiz. Bu yerga chiqib so'qishimiz undaq degan gap emas. Cho'qim qonuniy manfaatimizni qo'g'dishimiz kerak. Yana davomli xabarlar, so'zlar bo'lib turadi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining namoyish qilish qonunimizda qonunliq namoyishni yerlik hukumat ustidan o'zimizning, ya'ni milliy kamsitishga, mayli xanzu bo'lsin, mayli qozoq bo'lsin, mayli uyg'ur bo'lsin, shu milliy kamsitishga uchragan asonliq millatlar, ya'ni bizlarning izzat hurmatini qo'g'dash yuzasidan qilgan namoyish qonunliq namoyish bo'ladi. Hamda hukumatni ag'dirish, davlatni parchalash qaytada bo'lgan namoyish, albatta bu qonunsiz namoyish bo'ladi. Buni kallasi odam fuqidi. Shuning uchun bu qonuniy huquq manfaatimizni obdan tushunishinglarni umid qilamiz. Yerlik xalqning manfaati ziyon uchirsa, milliy urf odati dafsanni qilinsa, namoyish qilsa bo'ladi deb shu so'zlarni qilayotgan kishilarning so'zlariga obdan quloq silib baqaylik. Yana boshqa xabarlar, yangi xabarlar, mushu delo to'g'risida, mushu ahvol to'g'risida yangi xabarlar doimlik nazaringlarda bo'ladi. Hargiz hissiyatning kayni kirganlik ishini qilib salmanglar. Shuning uchun qonuniy huquq manfaatimizni qo'g'dishimiz kerak. Xayr.